Bugungi kunda avj olib borayotgan o'sma kasalliklari insonlar orasida ko'p uchramoqda. Bunga sabab ekologiyaning buzilishi, kimyoviy oziq-ovqat mahsulotlarining ko'payishi, kuchli zo'riqish, asabiylashish va organizmda gormonal o'zgarishlardir. Ayollarimizda ko'krak sut bezi saratoni kistalari, bachadon miomalari va tuxumdon kistalari, qalqonsimon bez o'smalari ko'plab uchramoqda. Biz sizga shu kasalliklardan forig' bo'lishingizda 100 yillik tajribaga ega tabiblar sulolasi davomchilari bo'lgan Murod Shifo klinikasini tavsiya etamiz. Murod Shifo klinikasi asrlar davomida qo'llab kelayotgan, sinovlardan o'tgan tabiiy giyohlar to'plamidan tashkil topgan damlamalar, yog'lar va malhamlarni tavsiya etadi. Dorivor giyohlar to'plamidan o'sma saratoni hujayralarini qurituvchi va tarqalishini oldini oluvchi sarsabil, goji mevasi, bo'legalov gul va yaproqlari, qora parpi ildizi va yaproqlari, budra o'simligi, sabellik giyohi, kavrak yelimi va ildizi kabi yana ko'plab dorivor giyoh o'simliklarni o'z ichiga oladi. Murod Shifo tabobat markazida yuqoridagi ko'rsatilgan kasalliklarni davolash imkoni bor. Har bir kasallikka ertaroq tashxis qo'yilib, davolangani yana ham afzal. Aniq tashxis, aniq davo hisoblanadi. Murod Shifo